Bağlayınca boş koysam gamlar çekilmedi. Yüreğimden gam alemler dökülmedi. Kalbimden mucize ruh bilseydi. Cabır sihir kollarımdan kilseydi. Ona canım gözlerinden nur bulardı. Mihribanım yollarından gül bulardı. Kalbimden mucize ruh bilseydi. Yağmur sihir kollarımdan kilseydi. Ona canım kim bulsam da bu dünyada. Mihribanım senin için ona gibi sende yakın dost yok iken. Ona canım dilagim var alohida. Asrasin yo Rabbim seni panohida. Fakat yaşarken tilaydı, betob bulsam hiç uğramaydı. Xudodan baxtim so'raydi onam. Jonim tikar otirsin yoshlar, ushlamasin deb bag'rdoshlar. Duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz borsiz men borman. Elingizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyliga, ko'zimni chiroyliga. Onajon. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на того календаря. Mana hammamiz birgalikda tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Demak, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Keling, yonlarni durib olinglar. Tabriklaymiz, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Yuzashlarni qarshilab turing. Xudo xolasa yuzash yubilingizdan kelib tabriklab xizmat qilish bizlar ham nasib etsin. Xudo xolasa yana bir bora tabriklaymiz, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Chiroyli bir qarsak bo'lsin endi. Ey rahmat degan. Bu surprizni kim tashkillashtirdi deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'ring. Xudoga ming shukr. Qizim tashkil etgan bo'lsa kerak deb qo'yman. Tushundingmi? Yirik yuzlanga tashkil qilib, juda ham yaxshi yordam berdi. Onajonimiz tug'ilgan kuni yana bir ko'tarinkilik e'tiroflarda juda akkamizning chiroyli bir qarsak bo'lsa endi. Qizimga ming rahmat. Bana etken silahı kızımla kaçtay Xudoyim. Oydin gelilerini alıp, körleri sövüp, oynap yürüp oturmay Xudoyim. Balam sağ kolaysa. Sizlerin içinizden yalanlık özgürlük. Rahmet balam. Hiç nersen gerekmeyip demedim. Gitti rahmet. Sağ kolaysa. Rahmat degan niyatlar, tilaklar uchun alohida rahmat degan. Keling, onajoningizni yanında durib oling, bo'lyapti. Keling. Xo'p, bugun sizni tabriklash uchun yaqin insonlaringiz tashrif buyurgan. Hammalaridan bir chekkadan tabriknomalarni, dilingiz sonlarini, she'rlarni eshitsak Xudo xolasa, ruxsat berasizmi? Boshimiz esa Xudo xolasa, kimdan boshimiz? Onajonlarimizdan, bo'ldi Xudo xolasa. Darmonjonim, yanglishmasam. Uzoq umr ko'rsin yonlarinda oyiba, uzoq umr ko'rsin yonlarinda oyiba, 100 yillab to'y qilmoqlik, to'y tashkil, davralara bosh bo'lmoqlik to'yiba. Darmonjonarimizga yaxshi niyatlar, tilaklar, tug'ilgan kuni bag'ishlangan bir she'rlar bilan davom etamiz Xudo xolasa. Marhamat. Assalomu alaykum aziz devradoshlar.
Aziz ülkem, Şirincan, Ece'neni Sevellük tapkan günü. Şu gün gecenin mübarek olsun. Kudayım, 100 yaşlardan aşkaysan Kudayım. Kudayım şu ballarına baş olaysan Kudayım. Ne ki murad maksadını taşılara yetkeysen. Acayip günü açık. Sen bana senin, benimce hatta 10 gün burun biledi de buldum. Bana aytkan işleri, aytkan sözler şu güne doğru gelir. Seni teşkilleştirir, şunun bir meseleni birinci nöbette yola koygan insan şu desemem buladı. Kudayım, tapkan tutkanına bereke versin, ballarına baş olsun, şu koşkalları bilen koşa karrısın. Şuranı baktı kemalını görmek nasip etsin. Kudayım, yine hellere varmak nasip etsin. Şu oğul kızlaran varıp Kudayım, ne ki murad maksad olsa şulara gitsin. Acayip ustazdan bolgan bu yaşlıkta. İndi hazıram ina şu bakallani en yaxşı hal, ezası. Hemen senin meslek büyüğümüz. Hatta bize denim, ne sorasak şuna meslek verip biledi. Acayip insan, akıllı insan. Ben şunu diyip bilemem. Sağ ol, aman bol, Kudayım. Hiç kaçan yaman gününü görmeyeceksen şu ballarına baş olup oynayıp gülüp hepimizin başımız bulup teşkildaşımız bulup yürüyüvereceksen ülke canım. Sağ olaysan, salamet olaysan Kudayım. İsterim rahmet, şunun bir işlerini teşkilleştirip şu keyfiyetimizin yine gösterdiğinizde rahmet senin işlerinizin rivacını versin. Sağaman bu başta Kudayım. Rahmet. Sağlıkınıza kazanın bir rahmat, çatega niyetler, tilekler, tabriknoma, tiliz fanlar üçün alohida rahmat çatega. Davom etamiz yana Xudo xolasa. Usmonsam Omonboy og'amiz deb yozilgan ekan, to'g'rimi? Omonboy og'a, keling. Atamizda yaxshi niyatlarni, tilaklarni, tug'ilgan kuni bag'ishlangan tabriknoma, tiliz fanlarini eshitamiz Xudo xolasa. Marhamat. Hammangiz bilan salomlashdik. Yana bir bora assalomu alaykum, rahmat va barakatuh. Sağ olasizlar, salomat olasizlar, yaxshiliklar bor. Şimdi apa size uzak ömür, keng davlat, sağlık, amonlik. Hamma şu bahardek gülüp oynab yuring. Şu ballara yine kızınız Güley, gelingiz Zakirboy shunday ajoyib tadbir uyushtiribdilar. Mingdan ming rahmat qilayim. Novu qilgan bo'lsanizlar, avvalo sizdan qolaversa Xudodan qaytararga. Hamma vaqt dasturxoningiz ham chiroyingizni ochilib turg'ay. Başınız aman bo'lg'ay, joningiz sog' bo'lg'ay, yo'lingiz hamma vaqt tep-tekis ravon bo'lg'ay. Shu vaqtgacha qiynaldingiz, ro'zgar etaman deb, yaqinda Xudoyim hayotingiz silliq bo'lsin. Tapkan tuqqanlarni, bolalarni barakasini halolidan buyursin. O'tganlarning ruhi shod bo'lsin, qolganlarning umri ziyoda bo'lsin. Hem vaqt her bir gününüz bayram bo'lavergin. Sağ olun, salomat olun. Hammangize katta rahmat. Yurt tinch, osmon musaffo, her bir banda mo'minni himoya qilib butun bo'lsin. Siz bolam gapirasiz. Молодец. Молодец. Qasablaringiz bo'lsin. Rahmat kattaga niyatlar, tilaklar uchun, diliz fanlar uchun alohida rahmat kattaga. Davom etamiz yana Xudo xolasa. Biz bo'lsa Maryamjon onamizda yozilgan ekanlar. Keling, yaxshi niyatlarni, tilaklarni, tabriknoma so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Doğulan günleriniz mübarek olsun. Şunun günlerini köp görsün daim Vallahi meyazında sağlık yüzüne Vallahi rahmetini görmeyeceğim. Vallahi zaman bulayım. Tatlan tutarlarına mümkününe bereket edin. Şu an ezilse sağ gibi geçsin. Tabii düşmeyin. Uzaklaşıp koyun mu? Uzaklaşıp bakacağız. Rahmat. Bugün tug'ilgan kunlar Rahmat kattaga niyatlar, tilaklar uchun alohida rahmat kattaga. Kimga beramiz endi so'z navbatini? Ustozonmi? O'g'iljon ustozimiz. Yaxshi niyatlarni ustozdan bir şey eshitmasak bo'lmaydi endi Xudo xolasa. Chiroyli tilaklar, niyatlar, tug'ilgan kuni bag'ishlangan she'rlar bilan davom ettirib borasiz. Marhamat.
ayol borki olam munavvar. Ayoldan yaralgan hatto payg'ambar. Ayol bu or nomus andisha. Shirinjon apka sizga ta'zimdamiz hamisha. Apka jonim, meni matonatli, sabrli, yurak bag'ri hamisha farzandlarim deb yonib kuyadigan, jigarlarim deb yonib kuyadigan apka jonim. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Shu uyda ota-onazoram bilan birgalikda yelka-melka turib, uylarni barpo qilib, farzandlarni kamol yetirdingizlar. Ota-onazoram yotganlari, joylari jannatdan bo'lsin, yotganlari yorug' bo'lsin. Yana gelinlarni olib, qizlarni chiqarib, aqtiqlarni so'yib o'tiribsiz. Xudoyim mana shu gelinlaringiz, farzandlaringiz, qizlaringiz, kuyovlaringiz sizga navbatgan bo'lsa, Allohim ikki dunyo saodati bilan bularni siylasin. Xudoyim hamisha shu xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda siz bosh bo'lib, to'y boshi, murod boshi bo'lib turg'aysiz. Ebror bolamdan baxti yetmasin, davlati qaytmasin Xudoyim. Guli qizim sana katta rahmat. Sog'amon bo'lg'aysan. Ina senin farzandlaring bosh, farzandlaring sen ham shunday quvontirib o'tirgay. Kutmadik to'g'risi. Yetamiz deb chiqmaydik, shunday bir yangilik bo'lib turibdi ekan. Katta rahmat. Ebror bilan Yulduz, Shodlik, Nasiba hammangiz qo'sha qarg'aysizlar. Zokirvoy ham rahmat. Shunday Guli bilan birgalikda shunday chiroyli davra tashkil qilibdi ekan. Chinapga sog' bo'ling. Hamisha kuningiz do'q bo'lsin, boshingiz omon bo'lsin. Alloh sizga shunday bir inoyatni inom qildi. Her seferine barib keldingiz, yine hecene buldunuz. Xudoyim yine barmaklık nasip etsin. Hamisha sağlık, amanlıkta, qarindosh urug'lar bilan birgalikda yaxshi kunlarda o'tirish nasib etsin. 120 yoshga kirgandam shunday deb Guli qizim sizni tabriklab o'tirgay. Hamma qarindoshlari rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling deganim. Rahmat degan niyatlar, tilaklar uchun, diliz sonlari she'r uchun alohida rahmat degan. Davom etamiz. Halamiz mukaddas o'qitamiz. Yaxshi niyatlarni, tilaklarni eshitsak, Xudo xolosana keyin o'yingizga boramiz tezlikda. Ya'ni chiroyli qilib tabriklab qo'ying. Esdalik bo'lib qoladi, marhamat. Yaşlara gelgeysiz. Gelilerine alıp, kızlarını çıkarıp, şurada aktıklarını görüp oturupsuz. İlayım şu çoğuluklarını görüp, şularına toylarından baş bulup gelgeysiz. Şu toylarından sizin bilen şunda izleyelikte daş olayı görüp, nesibetliyiz olayı. Navazilikleriniz olsa şular o yapa çıksın. Hemişe şu bizene teşkillerimizde baş bulup, acayip düşündüğüm şiirlerini aytıp, bizene köyümüz miktarı birgeysiz olayım. Sevgin, devlet, uzak ümmetliğinden. Hemişe sağ olup işin yolu yürüyeceğiz. 100 yaşlara girgendem işini aklı, çoğuluklarını görüp şura bilen bir gelip işini olkan güller inşallah hemmeye nasip etmeye Xudoyim. Sağ boğaysız, salamet boğaysız. Orzuyum şöyle, uçmasın yongen çırağın. Quyosh dey nur sochsin chashming qarog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinordek yasha, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Sog' bo'lg'aysiz hamisha Yarim bo'lsin oy kabi qo'sha jamon Rahmat degan niyatlar, tilaklar uchun alohida rahmat kattaga. Suhbat og'amizni keling. Yaxshi niyatlarni, tilaklarni sizdan ham eshitib o'talaymi, Xudo xolasa, marhamat. Herkese tebriklayman. Sağ olun. Bizani baxtimiz Allohdan hammangiz baxtini. Hamisha shunday o'ynab kulib, she'rlarni aytib, Matluba Karimova meni. Marhaba Karimova. Bundan ham o'tib, yaxshi. Kulib, sog'aysiz. Bizani baxtimiz herkese yaxshi ko'rmasdan hammangizdan Fazma bola. Sog'aysizlar. Hamisha shunday o'ynab kulib yuring. Bolalarimiz rahmat, so'ndik. Bizden bolalar işlet oturgan hemmemizga Gülüsan rahmet. Sağ olaysan. Bize de bir şiir aytmasak ham bir oynab beramiz. Ali siz Zakir'e rahmet deydi. Zakir başka soğan bir yere. Malades. Rahmat degan niyatlar, tilaklar uchun alohida rahmat degan davat. Xo'p, davom etamiz yana Xudo xolasa do'stlar, kuyovlar bor ekanlar va Ravshan og'amiz. Keling. Shuningdek kuyovimiz bor, kuyov do'stlar, shuning. Ha, pacha bu. Ha, keling, esa izdan kuyovlar ham keladi Xudo xolasa. Ha, marhamat.
Bakalım. Hey Rosana, tabrikli ben de gülle vakit Tabriklayman. Sağ olun, salomat olun. Alloh baxtini taqdirlasin. Qur'onni bergan yoshini tilaymiz. Baxtli bo'lin. Tilaklar uchun alohida rahmat aytagan. Shuningdek, kuyovimiz bor, farzand desa arzig'ay. Shuningdek, kuyovimiz bor, farzand desa arzig'ay. Agar borsangiz uylarni qidirib, jumlabaraka do'y berib, ona jonima, mehribonima hech kim bermagan podarkan o'zim beraman deb tutdilar, xudo xolasa. Keling, yaxshi niyatlar, tilaklar, dilingiz xillari iloji bo'lsa bir she'rlarni eshitamiz, xudo xolasa. Marhamat. Sağ olun. Selamat olun. Allah'a rahmatına sağ olun. 100 yaşlara girganda çok tabriklab o'tish nasib etdi. Sağ olun. Rahmat. Rahmat sizga niyatlar, tilaklar uchun alohida rahmat aytagan. Davom etamiz. Atamurat avamizning keling yana. Yaxshi niyatlarni, sizlarning tilaklarni tug'ilgan kuni bag'ishlangan so'z tabriklarini eshitib o'tamiz, xudo xolasa. Olamlar, assalomu alaykum. Tabriklayman sizni, xudo xolasa. Kecha takkalar penasi bilan ishtirok etdilar. Sizlarni tabriklar va she'rlarni eshitamiz, marhamat. Tabriklaymiz. Ko'p yoshlarga sog' bo'lin. Bizning vaqtimizda oilamizni, opa singillar, sog' bo'lsin. Uzoq umr, keng davlat tilayman. Buni mashhur sog' yuring. Hamma yaxshi kunlarga yaxshi niyatlarni bildirib, sizga kuch-quvvat, baxt tilaymiz. Yana da Ulanberni yaşab, farzand oldunuz. Dualar sambo, dualarınız doğru. Selamat olun. Kendine bayram. Qadrdonum, hamisha yuzingiz kulsin. Ko'nglingiz hamisha quvonchga to'lsin. Tabriklaydi sizni aka-ukalaringiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi bu yangam aytdi demang, hali bu ijodimdan endi chiqdi-da, bu shunga boshqani yozib olmadim. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Ko'p yoshlarga kirgaysiz. Hamisha sog', omon bo'lg'aysiz. Shu hammamizga bosh bo'lib, hamisha havo, ina el yurtdan to'xtamin, pensiyaga chiqsangiz ham tinib tinchimay yugurib turibsiz. Hammani vaqtına sağ olun. Özüm sağ bo'lin emas, siz hamma vaqtına sağ olun. Yaxshi kunlar bo'laverigi. Sizga 100 yosh tilayman. Zakas. Rahmat.
Yaşalı, oynalı